Kompyuter tez ishlash uchun top 3 ta lifehack. Let's go! Birinchi bo'lib, puskni bosamiz. Parametri degan joyga kiramiz. O'ng tarafda personalizatsiya degan joyini topib, ichiga kiramiz. Tsvetaga kirib, effektiv prozrachностьni o'chiramiz. Ayniqsa kompyuteringiz moshniy bo'lmasa, bu funksiyani bemalol o'chirib qo'yib, boshqa yoqmasangiz bo'ladi. Ikkinchi qiladigan ishimiz, yana puskga kiramiz, lekin endi mana bu joyda panel управления deb yozib, ichiga kiramiz. Sistema и безопасностьga kiramiz, sistemani tanlaymiz, дополнительные parametri sistemini topamiz. Дополнительные degan joyda bu joyga kirib, ro'yxatni qarasangiz, katta ehtimol bilan sizda hammasida galochka turgan bo'ladi. Mening kompyuterimdagi qilib qo'ysangiz, kompyuteringiz sizga rahmat deydi. Uchinchi qiladigan ishimizni 99% odam bilmaydi. Ekranni pastga tushirib, bir marta mishkan chap tarafi bilan bosamiz. Dispetcher zaдач, автозагрузки, hamma kerak bo'lmagan programmalarni отключить qilib chiqsangiz, har gal загрузка qilib, internetingizni ham, kompyuteringizni ham qiynavermaydi. Ko'proq odamlarni kompyuter qotmasligi uchun shu videoni tanishlaringizga jo'natib qo'ying.